Keyingi misolimiz D4 katakchasi. D4 katakchasi indeks B2 C4 kataklar bo'lagi va 2 formulasi kiritilganda uning qiymati qanday bo'ladi deyilgan ekan. Bu yerda indeksni mashq qilishini bilib olishimiz kerak. Indeksning vazifasi shundan iboratki, indeksda mana 3 ta argument bo'ladi asosan. Argumentlar nuqta virgul bilan ajratib qo'yiladi. Birinchi argumenti kataklar blogi. Bu qaysi kataklar blogini olyapti? B2 hamda C4 kataklar blogini olyapti. Demak, bu degani mana bu kataklar blogini olyapti. Ushbu kataklar blogidan deyapti. Bu kataklar blogi. Keyingi turgan mana ikkinchi indeksi bu qatorni bildiradi. Bu qator bu. Qator. Mana bunisi esa ustun. Ustun. Aytyapti. Ushbu oraliqdagi deyapti. Ikkinchi qator, mana ikkinchi qator hamda ikkinchi ustun deyapti. Qarang, ikkinchi qator, ikkinchi ustun deganda bu birinchi ustun bo'lmaydi bizda. Blokdan oladi. Mana bu birinchi ustun bo'ladi. Bu ikkinchi ustun bo'ladi. Ikkinchi qator, ikkinchi ustundagi qiymatni chiqar deyapti. Ikkinchi qator, ikkinchi ustun. Siz o'ylashingiz mumkin mana. Bu ikkinchi qator. Yo'q, bu emas ikkinchi qator endi bizda. Mana bu birinchi qator, bu ikkinchi qator, bu esa uchinchi qator bo'ladi endi. Mana shular bilan adashtirmang. Blokni oldimi, o'sha blokni qator va ustunlarini qaraydi. Endi mana ikkinchi qatorimiz. Mana ikkinchi qatorimiz mana shu mana. Bu birinchi ustuni bo'lsa, bu ikkinchi ustuni. Mana ikkinchi ustun. Ikkalasi kesishgan joydagi qiymatni oladi. Natija 90 bo'ladi. Javob shu bo'ladi.